Assalomu alaykum. Sizlar bilan bu ham foydali kanali. Biz birinchi videomizni inson miyasi haqida siz bilmagan faktlar mavzusida olishga qaror qildik. Biz videoni boshlashdan oldin bizga obuna bo'ling, videoga like bosing va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz esa videoni boshlaymiz. Birinchi fakt. Inson miyasining o'rtacha og'irligi atigi 1,3 kg. U butun hayot davomida bosh suyagi ichida butunlay zulmat va yolg'izlikda yotadi. Ikkinchi fakt. Inson miyasida neyronlar deb ataladigan 100 milliardga yaqin mikroskopik hujayralar mavjud. Ular shu darajada ko'pki, sanab chiqish uchun 3000 yildan ortiq vaqt kerak bo'ladi. Uchinchi fakt. Agar inson miyasi kompyuter bo'lganida, u soniyasiga 38 trillion operatsiyani bajara olgan bo'lardi. To'rtinchi fakt. Takrorlash ilm olish garovi iborasini eslaysizmi? Miya shunday o'rganadi. Neyronlar yo'llari bo'ylab qayta xabarlar yuborib, miya yangi aloqalarni hosil qiladi. 5-fakt. Ma'lumki, yuragimiz urishni tezlashtiradigan har qanday, masalan, yugurish yoki mashq qilish tana uchun foydalidir va hatto kayfiyatimizni yaxshilashga yordam beradi. Obuna bo'lishni esdan chiqarmang, hali eng foydali videolar oldinda.